Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun xudo xolasa mini traktorlarga shtangeli apreskivitelimizni qisqacha obzorini qilib o'tib ketamiz. Bu dalaga suyuq dori sepish uchun mo'ljallangan apreskivitellar. Bu asosan 30, 40, 50 otishli traktorlarga mos tushadi. Endi katta traktorlarga ham bor, qiziqadiganlar bo'lsa. Hozirgi videomiz bu apreskivitel haqida. Bu 300 litr bo'ladi. 8 metr, bu yoqqa 4 metr, u yoqqa 4 metrga yoyiladi. Buni ikki xil varianti bor. Gidrolikali varianti, traktorning o'zidan silindr tushirib chiqadigan joyidan, richagidan boshqarsa bo'ladi va bunda xuddi shuni mexanический varianti mana shunga o'xshaydi. Undan bor, hali endi yig'ishyapti. Kimga kerak bo'lsa, tayyor keladi, faqat yig'ib qo'ysa bo'ldi keladi. Xo'sh, bu mana motorlari keladigan bo'lsa, gomda ishlaydi. O'zida suv tortadigan bo'ladi motorida. 3 portion bo'ladi. Mana ko'rayotganingizdek 3 portion bo'ladi. 300 litr bo'ladi. Bu 8 metrga yoyiladi. O'zining og'irligi, sof og'irligi 183 kg. Bunaqa og'ir emas, mini traktorlarni xudo xolasa qiynab qo'ymaydi. Narxiga keladigan bo'lsak, yetkazib berish ichida bepul yetkazib berish. Bu gidrolik variantimiz 15 million so'm, buni mexanik varianti 13 million so'm. Aytganimiz yetkazib berish ichida, ana pastda nomerlar qo'yamiz. Kimga qiziq bo'lsa, boshqa agregatlarimiz ham mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar.